Bizni ismlarimiz go'yoki arabiylashib ketayotgan ekan. Ixtiyoriy emas. Ota-onaning xizmatini qilish, u qilsang savob olasan, qilmasang gunohkor bo'lmaysan emas. O'zini qo'y. Oyoq kiyimini mundoq qilib tashashingni o'zi ota-onangga nisbatan behurmatlik. Qur'onni u yog'idan kirib, bu yog'idan chiqib ketadi o'zbekcha qilib aytganda. O'sha qariyalar uyiga borsangiz ham, bolamni tinchlik uchun shu yerga keldim derkan. Onamiz biror bir ishga buyursa, hozir aytaman qilib qo'yadi deymiz. Shu zakot beradigan vaqtim kelib qopti. Shu zakotimni ota-onamga bersam bo'ladimi deb so'radi deydi. Lekin ko'p insonlar bor, otasiga kiyim ham olib bera olmayapti-da. Bu farzand qanaqa farzand? Haqiqiy musulmon, haqiqiy tarbiya topgan farzand shu-da endi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, qadamiylarga hasanot. Alloh taolo barchalarimizni yaxshi niyat bilan bosgan qadamlarimizga savoblarimizni ko'paytirib bersin. Gunohlarimizga kafforat qilsin. Bugungi eshittiradigan amr va ma'ruflarga amal qilishimizni oson qilsin va o'qilajak jumalarimizni maqbul, gunohlarimizni mag'fur aylasin. Azizlar, bugungi suhbatimiz ota-onani e'zozlash oliy burch mavzusida ekan. Bu mavzuda qancha gapirsak, to'lib toshib gapiramiz. Qalbimizda titroq, ota-onasi o'tib ketganlarning ko'zida yosh, hayot bo'lganlarda esa umid bo'lgan bir ma'ruzalardan bittasi. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha joylarda ota-onamizni rozi qilishimiz, ota-onamizni xizmatlarini qilishimiz, ularga yaxshilik qilishimiz va hatto o'ziga ibodat qilishdan so'ng eng yaxshi amal ota-onani rozi qilish, ularga yaxshilik qilish borasidagi oyatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida juda ko'p kelgan. Ana shu ma'noda inshaalloh bugun suhbat qilar ekanmiz. Unutganlarimizni bir karra eslaymiz, eslaganlarimizni esa inshaalloh jumadan chiqibla amal qilishlikka harakat qilamiz. Avvalambor savol tug'iladi. Ota-onalarimizni nima uchun biz e'zozlaymiz? Nima uchun qadrlaymiz? Nima uchun tirikliklarda xizmatini qilamiz, o'tib ketganlari keyin ortidan duo qilamiz desa, bir eslaylik. Bizni dunyoga kelgunimizcha bo'lgan vaqtda qanday hayajonda bo'lgan ota-onamiz. Agar oila qurib, farzanddan hech qanday bir xabar bo'lmasa, ya'ni homiladorlik bo'lmasa, bir pasda siqilishni boshlashgan. Alloh taolo menga farzand bermasmikin deb erkak o'ylagan, tug'mayotgan ayol esa men tug'masmikinman degan qo'rqinch bilan yashagan. Ba'zilar bu sinovda 4-5 yillab, 10 yillab yashaganlari bor. Buni hayotda biz ko'rganmiz, ko'ryapmiz, eshityapmiz. Endi qaysiki agar ayolimiz homilador bo'lib, inshaalloh men sizga bir farzandni dunyoga kelishiga sabab bo'laman desa, dunyoda eng katta xursandchilik shu. Mana hozir agar oramizda o'tirgan bo'lsa shu do'stimiz bir necha yildan farzand talab ekan, kirib qoraka o'sha oyatni aytib bergandingiz. Faqultustagfiru robbakum innahu kana g'affara yursilis samaa alaykum midrara oyati bor. Istig'for aytinglar, osmondan yomg'ir yog'diradi, dunyo beradi, farzand beradi degan bir oyatni tafsirini qilganimizda, shu namozxonimiz ta'sirlanib bir necha yildan beri istig'for aytib yuraman, umid qilib deydi. Mana xabar berishdiki, uydagilar menga Xudo xolasa Alloh farzand beribdi. Demak, bu inson uchun juda katta bir xursandchilik. Shundoq ekan, ota-onamiz avvalambor biz dunyoga kelishimizni o'ylab qancha mashaqqat chekkan va dunyoga kelishimiz bilan xursand bo'lish bilan bir o'rinda eng yaxshi nom topishga harakat qilgan. Payg'ambarlarning ismi bo'lsin, valiylarning ismi bo'lsin, buyuklarning ismi bo'lsin, albatta o'shalarga ixlos qilgan. Deganki, mening ham o'g'lim kamida shularning bir sifatiga, odobiga, axloqiga, hayotiga o'xshasa-yu, shu bolamning rohatini ko'rsam degan. Shu uchun bizning xalqimiz ism tanlashga nihoyatda e'tiborli bo'lgan. Ustozlardan so'ragan, ahli ilmlardan so'ragan. Lekin yaqin kunlarda ba'zi gaplar aylanyaptiki, bizning ismlarimiz go'yoki arabiylashib ketayotgan ekan. Biz kimmizu ismlarimiz nimaga arabcha bo'lyapti degan ba'zi savollar tug'ilyapti ekan. Xolimizmi, xolamaymizmi? O'zbekistonning 90% dan ortiq aholisi musulmon. Musulmonlar nimaga e'tiqod qiladi? Islomga. Islomning asosi nima? Qur'on. Qur'on qaysi tilda? Arab tilida.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, buyuklarimizni, ulug'larini ismini qo'ysak bevosita dinga aloqador, din Qur'onga aloqador. Qur'on esa arab tilida. Ko'rdikku shunday bir davrlarni boshimizdan o'tkazdik. Hali ham har zamon chiqib qoladi. Ana u fahsh ishlarni qilib yuradigan islomning i harfi bo'lmagan insonlarni ham ismini qo'yapti-ku. Ana u yomon u. Uni nimasiga havas qilasan uni? Lekin bugun bir musulmon insonni ismi arabiy bo'lsa-yu, lekin yaxshi inson bo'lsa, uni ismini qo'yish ayibmi? Fozil qori aka rahmatli aytib berganlar. Men Buxoroda o'qiyotganimda, Alloh rahmat qilsin shu insonni. U kishi ham bir katta rahbarlikda ishlaganlar. Qo'mita raisi bo'lgan, prezidentga maslahatchi bo'lgan. Bir kuni rahbarlarning majlisida o'sha mustaqillikda boshlaridagi bo'layotgan voqea bir shu hali ham shu Sovetni tuzumida qolib ketgan bir ayol bor ekanda, shu chiqib mana u prezident maslahatchisiga, din maslahatchisiga yoki bo'lmasa o'sha qo'mita raisiga meni savolim bor debdi. U endi bilinib turibdi xudosizligi. Nima savolingiz bor desa, nima bu hamma yoq Ahmad Mahmud bo'lib ketdi? Nima uchun Pushkin deb qo'ysa sizlar qarshilik chiqyapsizlar? Nimaga yana haligi boshqa bir fransuzni bosmachisini ismini qo'ysa qarshilik qilyapsizlar? Hamma yoq arabcha bo'lib ketdi. Nimaga unaqa bo'lyapti? Shu savolimga javob bering deb qopti. Fozil qori aka rahmatliga Alloh taolo shunday bir ne'matni bergandiki, shu javob tilining uchida turardi u odam. Bu ham bir iste'dod. Shundan chiqibdilarda, alhamdulillah mustaqil bo'ldik. Mustaqil ekanmiz, diyonatimiz qaytdi. Hatto rahbarimiz, prezidentimiz chiqib ertalab tahorat qilinglar, xudo deylar deyapti. Rahbarimiz prezident 38-yili debdi. Qarang, misolni qarang. O'zbekistonning birinchi prezidenti 38-yil tug'ilgan. 38-yilda eslataman. 38-yillari odamlar qashshoqlik va ochlik davrini boshidan o'tkazgan. Lekin o'sha davrda ham tug'ilgan farzandning otasi o'g'lini islom qo'ygan. Uni otasining ismi Abdug'ani bo'lgan. Uni bobosining ismi Karim bo'lgan. Shunday bir qiyinchilik davrida insonlar islomini yo'qotmadi-yu, mustaqil bo'lib islomimiz kelgandan keyin biz Pushkin qo'yamizmi debdilar. Hali ayol chiqib ketdi majlisdan dedilar. Chunki javob yo'q. U boshqa fikr bera olmaydi. Agar bir fikr bersa, rahbarga nisbatan qarshi chiqqan bo'ladi. Misolni qarang. 38-yil farzandiga islom deb qo'yapti, chunki musulmon bo'lgan. Uning otasining ismi Abdul G'ani, Allohning sifati. Uning bobosining ismi Karim bo'lgan. Alloh taolo Karim zot. Demak, shunday qiyinchilik davrida bizning xalqimiz dinini unutmagan. Nima uchun mustaqil bo'lib endi biz ismlarimizni unutishimiz kerak deb javob qilganman dedilar. Shu uchun qanday davrda yashashimizdan qat'iy nazar, qanday holatda yashashimizdan qat'iy nazar, xolaymizmi, xolamaymizmi bizni ismimiz islomiy bo'ladi. Mayli kim qo'ysa qo'yaversin, o'zi biladi. Lekin musulmoncha ism qo'ysa qarshilik qilishga hech kimmi haqqi yo'q. Shu uchun bu borada ozgina mulohaza qilib xulosa qilinsa o'rinli bo'ladi. Ana ota-onalarimiz ismni go'zalini tanlashdi. Ana endi bizni tarbiyamizga zarar qilmasin deb biz yeydigan luqmaga yoki onamizning suti orqali o'taydigan luqmaga halollikka e'tibor bergan. Uyga olib kelar ekan, men ro'zg'orni halol qilishim kerak. Ayolimga yedirayotgan narsamni halol qilishim kerak. Farzandlarimga yedirayotgan narsani halol qilishim kerak. Nima uchun? Haromning zarari bor. Haromning tarbiyaga zarari bor. Ayolim orqali o'taydigan sut ham harom yo'l bilan o'tsa, farzandlarim solih bo'lmaydi deb ertayu kech halol yo'lni izlashgan ota-onamiz. Mehnat qilishgan, kasb qilishgan. Bu bilan ham umr o'tkazishdi. Undan keyin bir necha farzandli bo'lishdi. Ana shu farzandlarning o'rtasida bir-birini ko'ngli qolmasin deb adolat qilishdi. Bunisiga yaxshi, bunisiga yomon emas, bir xil bo'lishlikka harakat qilishdi. Bu ham ota-onalar uchun oson emas. Undan keyin shu farzandlar sal katta bo'lgandan keyin bu farzandlarim yomon inson bo'lib ketmasin deb doimo bizni tergab, do'stlarimizni yaxshi inson bo'lishini xohlagan. Bolam falonchining farzandi bilan do'st bo'lgin, chunki ular yaxshi oila deyishgan. Ey qizim, falonchining qizi bilan do'st bo'lgin, chunki ular yaxshi oila deb turib, bizni do'stlarimizni ham tanlab berishgan. Nima uchun? Do'stlarimizdan ta'sirlanmasligimiz uchun. Va ular
nafaqat dunyoga kelishimizdan to nafasi chiqquncha siz u bizni odob axloqimizga e'tibor berishgan. Taom yeyish odobi bo'lsin, kiyinish odobi bo'lsin, kattalar bilan muomala qilish odobi bo'lsin, qo'ni-qo'shnichilik odobi bo'lsin. Umuman qo'yingki, hayotda insonga kerak bo'lgan odoblarni ota-onalarimiz birin-sekin o'rgatib kelishgan. Va ota-onalarimiz shu bilan bir qatorda bizga halol haromni o'rgatishgan. Savob gunohni o'rgatishgan, yaxshi yomonni o'rgatishgan. Endi qo'limizdan bir kasb kelganda adashib qolmasin deb bechora ota-onalarimiz yaxshi bir kasb tanlashga bizga yordam berishgan. Bolam, meni senga bog'lab qo'ygan joyi yo'q. Bir kun men ham o'taman. Shunda ekan sen o'zing yashashing kerak, oila boqishing kerak deb bizni yaxshi o'qitib, kasblarga o'rgatib, o'zimizni hayotimizni kechirishga o'rgatgan. Endi uylanadigan yoshga yetgandacha bechora ona o'g'limga yaxshi bir kelin izlay deb mahalla izlagan. Qizi bo'lsa-chi, yaxshi bir joyga uzatay, borgan joyida baxtli bo'lsin, u yerda bizga rozilik keltirsin deb qizi uchun ota-ona kuyingan. Qarang, dunyoga kelmasdan oldin farzandim deydi ota-ona. Dunyoga keladida to oila qurib farzand bo'lguncha ham farzandim deydi. Lekin endi bo'ldi, alohida yashayatibdi demaydi. Yana farzandim deydi. Qachon to'xtaydi farzandim deyishdan? Qachonki jon halqumdan chiqsa. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda shunga o'xshash bir qancha sabablarni ota-onalarimiz bizga berganligi uchun vasiyat qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va vassaynal insana bivalidayhi ihsana. Men bandalarimga ota-onalarga yaxshilik qilishlikni vasiyat qildim deyapti. Farz qildim degani. Tafsirda aytadi vassayna faradna. Men farz qilib qo'ydim. Ixtiyoriy emas. Ota-onaning xizmatini qilish, u qilsang savob olasan, qilmasang gunohkor bo'lmaysan emas. Qilish shart. Nima uchun? Alloh taolo o'ziga ibodat qilishdan so'ng ota-onaga yaxshilik qilishni buyurdi. Savol tug'iladi. Ota-onaning hayotda o'rni baland. Lekin ota-ona biror bir ishga buyursa, avvalo kim aytganini qilish kerak? Otanimi, onanimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida 3 marta yaxshilik qilish borasida onangga so'ng otangga dedilar. Lekin tasavvur qiling, otamiz va onamiz bir vaqtda o'zida bir-birlarini ko'rmasdan turib bir ishni buyursa, avvalo kim aytganini qilish kerak? Bu borada Imom Ahmad rahimahulloh aytgan ekanlarki, agar ota-ona bir ishga buyurib qolishsa, avvalo otangiz aytganini qiling. Nima uchun? Chunki ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Erkaklar oilada ahli ayoli ustidan boshqaruvchidirlar, rahbarlar degan. Shu uchun onamizni ehtiromini o'z o'rniga qo'yish bilan bir qatorda birinchi otamiz aytganini qilamiz. Chunki u boshliq oilada. Va albatta onani ehtiromini buzmagan holatda. Lekin yaxshilik qilish borasida-chi, xushmuomala qilishlik, ehtirom qilish borasida-chi desa, avvalo onangdan boshla. Chunki onang zaifa. Ayol kishi mehr talabroq bo'ladi erkakka nisbatan. Erkakka ham mehr kerak. Lekin mehr borasida baribir ikkarra ayol kishi o'zini tobe qiladi. Ana shu ma'noda Imom Ahmad aytibdilar-ki, agar sen biror bir sovg'a berish, biron bir shirin so'z gapirish yo biror bir muloyim qilib xizmat qilish borasida keladigan bo'lsang, birinchi onangdan boshla, so'ng otangni. Albatta bunda ham otani unutib qo'ymagan holatda qilgin deb chiroyli bir qolipni aytibdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda men yuqorida ko'p zikr qilganimdek ushbu oyatni aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Ey insonlar, agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsalar, ularga uf dema va ularni jirkima, ularni doimo yoqimli so'z ayt deb Alloh taolo Qur'onda buyurdi. Tarixda o'tgan vatandoshlarimizdan Qozi Abu Zayd Dabusi rahimahulloh ushbu oyatni tafsirda aytgan ekanlarki,
Oyati karimada farzand ota-onasi oldida uf deya ularga ozor berishdan qaytarilar ekan, undan yuqori turuvchi gap qaytarish, ota-onani jerkish, qarovsiz qoldirish kabi ishlar o'z-o'zidan haromligi tayin bo'ladi. Alloh taolo bitta misol bilan aytdi. Uf dema dedi. Bo'ldi. Jirkima degani yo'q, urushma degani yo'q, gap qaytarma degani yo'q, basharingni sovuqqa degani yo'q, qovog'ingni sovo degan bu masala yo'q. Lekin ulug' ajdodlarimizdan, mufassirlardan biri aytayaptiki, uf dema dedimi, undan kichigu kattaga demak mumkin emas degan. Mana shundan olsak bo'ladi deb misol keltiradilar. Imom Shofiy rahimahullohdan bir yigit kelib so'radi. Hech qachon farzand ota-onasi bilan tortishishi mumkinmi? Janjallashishi mumkinmi? Deganlarida javobni qarang. Hatto oyoq kiyimiga debdilar. O'zini qo'y. Oyoq kiyimini mundoq qilib tashashingni o'zi ota-onangga nisbatan behurmatlik debdir. Hali otangizga gap qaytarganingiz yo'q. Hali otangizni jerkaganingiz yo'q. Hali ota-onangizga qattiq gapirganingiz yo'q. Ular kiygan oyoq kiyimga nisbatan behurmatlik qilishga haqqing yo'q. Garchandiki sen haq ustida bo'lsang ham debdir. Imom Abu Hanifa rahmatulloh alayh mushtahid, Qur'onni u yog'idan kirib bu yog'idan chiqib ketadi o'zbekcha qilib aytganda. Hadisni sahih zaifini biladigan inson, butun yashab turgan yurtlarida minglab shogird chiqazgan insonning onalari keksalikda endi. Bolam debdilar. Meni hayotimda bir qiziq masala bo'ldi, qasam to'g'risida. Shuni masalasini bilasanmi debdilar, qasammi masalasi. Imom Abu Hanifa rahmatulloh alayhi qasamni bilmasligi mumkinmi? Ha onajon deb gapirib bergan ekanlar, to'xta debdilar. Bor biror bir allomadan so'rab kel debdilar. Sani javobingdan ko'p ham qanoat qilmayapman debdilar. Keksada endi, bola bo'lib qolgan. Imom Abu Hanifa rahmatulloh alayhi, ona, o'zim alloma bo'lsam, hozir so'ramoqchi bo'lganim hamma shogirdim bo'lsa, men nima deyman, nima deb so'rayman boshimga egib demadilar-da. Xo'p bo'ladi onajon dedilar. Shundoq chiqdilar. Bir shogirdlarning oldiga bordilar. Hoy dedilar. Onam qasam to'g'risida bir savol berdilar. Shuni javobini aytib berdilar. Hali shogird yig'lavordi. Ustoz dedi, meni sinayapsizmi dedi. Men bugungi kungacha qancha fiqhiy masalani bilgan bo'lsam sizdan bildim. Qanday qilib men sizga qasam masalasini aytib beraman? Yo'q dedilar. Sen aytib berasan, men aytgan masalangni borib onamga aytaman dedilar. Haligi inson aytdiki, bo'lmasa aytib bering qasam masalasini dedilar. Abu Hanifa rahmatulloh alayhi qasamni turlarini aytib berdilar. Qasam buzilsa nima bo'lishini aytib beruvdilar. Haligi inson Abu Hanifa rahmatulloh alayhiga nimani aytgan bo'lsalar qaytib aytib berdilar. Qasam mana bunaqa bo'ladi, turda bo'ladi, buzib qo'ysa kafforati mana bunaqa. Rahmat dedilar Abu Hanifa. Kirdilarda onajon dedilar. Bir allomadan so'radim. Qasamni masalasi shunaqa bo'lar ekan. Qasamni turi mana bunaqa bo'lar ekan. Qasamni buzib qo'ysa shuni rahmat dedilar. Haliginga men nomdan rahmat aytib qo'ydilar. Bizcha hozir onamiz biror bir ishga buyursa, hozir aytaman qilib qo'yadi deymiz. Ona, meni yoshimga to'g'ri keladimi siz aytayotgan ish deymiz. Jirki beramiz. Kallangiz bormi? Nima deyapsiz ham devoradi ba'zi farzandlar. Alloh asrasin. Abu Hanifadek mushtahid olim onasi borib so'rab kel deganida xo'p bo'ladi deb o'zining talabalaridan yoki islomni endi o'rganayotgan talabalardan birlaridan borib masalani fatvosini so'rab kelib onajonlariga hech og'rinmasdan aytib berdilar. Buyuklarning hayoti nima uchun o'rganiladi desa, buyuklarning hayotida ibrat bo'lgani uchun o'rganiladi. Bularning vafot etib ketganlariga qancha asrlar bo'lganu, lekin o'ylaymanki hozir bu zotning hayotlari biz uchun ibrat bo'ldi. Endi onamiz bir ish buyurganlarida oddiy ish bo'lsa ham, oddiy ish bo'lsa ham xo'p bo'ladi deb qulga o'xshab chiqib ketishlik mana shu ulug'larning hayotini o'rganish orqali bo'ladi. Ushbu o'gitlar bugungi kunda o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Hatto qarang, qonunimizda ham shu narsa bor ekan. Qonunda aytilgan ekanki, voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalar haqida g'amxo'rlik qilishga majbur deyilgan ekan. Ya'ni bugun O'zbekistonda ham biror bir
farzand ota-onasini tashlab ketsa, u davlat uni jazolar ekanda. Lekin bitta yo'li bor. Men tafakkur qildimda, qachon jazolaydi? Siz aytishingiz mumkin, qora aka, qariyalar uyidagi qariyalar hammasi bolasizmi? Bolasi bor-ku, tashlab ketgan-ku, deyishingiz mumkin-da. Bitta sharti bor ekanda. Ota-ona meni bolam tashlab ketdi deb shikoyat qilsa jazolanar ekanda. Lekin bironta ota-ona farzandini men tashlab ketdi deb shikoyat qilmas ekan. O'sha qariyalar uyiga borsangiz ham, bolamni tinchligi uchun shu yerga keldimdir ekanda. Men bolamni hayotini og'irlashtirib qo'yayapman. Oilasini buzib qo'ymay, mayli shular tinch yashasin, men ham yashayapman-ku baribir deb turib yashar ekanda. Lekin ota-ona shikoyat qilsa, davlat haligi bolani jazolar ekan. Men shuni bildim. Demak, biror bir ota-ona farzandini ustidan shikoyat qilmaydi. Farzand uchun ota-onasiga yaxshilik qilish qanchalik savobli amal bo'lsa, uning ziddi bo'lgan ota-onaga oq bo'lish ham shunchalik og'ir gunohdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarining birida aytdilarki, Rog'ima anfu rajulin adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma 'indahu al-kibaru falam yadkhulil janna. Ota-onasining har ikkisi yoki birortasi huzurida qarilikka yetsa-yu, ularning xizmatlarini qilishga, roziliklarini topishga urinmay jannatga kira olmagan kishi xor bo'lsin deb 3 marta aytdilar. Demak, ota-onasi bo'lsa-yu, roziligini olib qolmagan bo'lsa, rozilik o'z-o'zidan bo'lmaydi, xizmatini qilish bilan bo'ladi. Ana shu xizmatini qilib, roziligini olib jannat kalitiga ega bo'la olmagan inson xor bo'lsin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytdilar. Bugun ba'zida bir insonlarni ko'ramiz, hech biri ikki bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa doim muammodan boshi chiqmaydi, doim darddan boshi chiqmaydi. Buning bir qancha sabablari bor. Ana shu sabablardan bittasi, bunda yaxshilab qarasangiz, yo ota-onasini yig'latgan bo'ladi, yo ota-onasini duoibotini olgan bo'ladi. Shu uchun azizlar, oramizda ota-onasi bor insonlar tez-tez so'rab turing. Har kun so'rasangiz ham mayli. Ishdan kelib bag'ringizga bosib, onajon, otajon, men sizni ko'nglingizni og'ritib qo'ydim, deng. Shunday deb ayting. Og'ritib qo'ymadimmi demang. Qaysi ona og'ritib qo'yding deydi. Qaysi ota og'ritib qo'yding, bolam kecha sal qattiqroq gapirib yubording deydimi? Demaydi. Siz savol bermang. Og'ritib qo'ydim deb ayting. Shunda qalban onangiz, bolam, ikki dunyo roziman, meni hech qalbimni og'ritmagansan desalar, og'ritgan bo'lsa ham o'sha chiqib ketadi. Otangizga, onangizga shu gapni aytishlikni ko'paytiring. Hatto ba'zi holatlarda yuqorida aytgandek, iymoni zaif bo'lgan, musulmonchiligida shubhali bo'lgan insonlar ota-onalarini qariyalar uyiga tashlab ketadi. Yo ba'zilar esa nima qiladi? Yeb ichishiga ham qaramaydi, bemor bo'lsa ham qaramaydi. Men bir voqeani o'zim ko'rganman, eshitganman video orqali. Bir shayx aytib beryapti, intervyu berayotganda, bu arab diyorida bo'layotgan voqea. Bir inson keldida deydi, savolim bor sizga deydi. Ha, nima savoling bor desa, shu zakot beradigan vaqtim kelib qopti, shu zakotimni ota-onamga bersam bo'ladimi deb so'radi deydi. Keyin men aytdimki, bu diyonatdan uzoq ekan, zakotni ota-onaga berib bo'lmaydi, farzandga berib bo'lmaydi deb tushuntirdim deydi. Ey bolam, ota-onangga zakot bera olmaysan. Farzandlaringga ham zakot bera olmaysan. Begonalarga berishing kerak desam deydi, ota-onam muhtojda deydi. Shayx mana shu javobni eshitgandan keyin anchagacha yig'lab o'tirdi. Intervyu berayotib, anchagacha yig'lab olgandan keyin haligi bolaga qarab aytdim deydi, Alloh taolo mehribon zotda, ota-onangni zakotga muhtoj qilib qo'ygan bo'lsang ham senga dunyo berib sinayapti ekanda. Sen qachonlardir tuproqqa bo'langan bo'lishing kerak edi dedim deydi. Bu degani o'lib ketgan bo'lishing kerak edi. Keyin urishdim deydi. Qanday qilib sen zakot beradigan darajada boy bo'lsang-u, otang kambag'al bo'lsa, sen boymisan sen? Otang doriga muhtoj bo'lsa, otang kiyimga muhtoj bo'lsa, otang, onang taomga muhtoj bo'lsa-yu, sen zakot beradigan boymisan? Sen gadoysan sen dedim dedilar. Va haydab chiqazib yubordim dedilar. Hayotda shunaqa insonlar bor azizlar, ota-onasini tashlab qo'yadi.
Aziz dindoshlar, oyat va hadislardan kelib chiqib, ota-onaning oldida ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan ba'zi bir narsalarni eslatib o'taylik. Avvalambor, ota-onaga ovozni ko'tarish, qo'pol gapirish, do'q-po'pisa qilishdan ehtiyot bo'ling. Garchandiki haq bo'lsangiz ham. Yuqorida Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytdilar. Otangiz bir noto'g'ri ish qildilar. Onangiz bir xato gapni gapirib qo'ydilar, siz haqsiz, lekin haq bo'lsangiz ham boshingizni egib, mayli onajon deb kechiravering. Ularni oldida qovoq solib peshonangizni tirishtirmang. Nimaga? Meni aytganim og'irlik qilyaptimikin? Men yeyotgan narsamni yemoqchi bo'lganmikin deb bechora ota-onangiz xijolat bo'ladi. Mana aksariylar agar uylanmaganlar bo'lmasa, hammamiz ham oilalimiz, farzandlarimiz bor. Ishdan kelsak, ayolimiz issiq ovqat tutadi, to'g'rimi? Endi yemoqchi bo'lganimizda kichkina o'g'limiz yoki qizimiz ovqatimizga qarasa, yeyotgan taomimizga qarasa, yeb tashlaymizmi shu taomni? Shuni og'ziga tutamiz. Biz ham xuddi shundoq bo'lganmiz. Otamiz ishdan kelganlarida oldimizga kelsak, go'shini berardi. Bugun biz ham o'sha otadan o'tgan mehr bilan bolamizga beramizda. O'zi yemasa ham ota-ona yediradi. Lekin kunlar kelib, endi yeyman desa-yu farzand yeyotgan narsangizdan norozi bo'lsa, qanday hayot bo'ladi? Islom ota-onani xor bo'lmasligi uchun farzandga mana shu tarbiyani o'rgatadiki, "Ey, sen ham bir kun ota-ona bo'lasan. Ota-onangni hech qachon qalbini ortma" deydi. Ana shu ma'noda dasturxon atrofida o'tirganda ichingiz kuyib ketayotgan bo'lsa ham, qarzga botib ketayotgan bo'lsangiz ham, iloji boricha ota-onangizga bildirmang. Bir buyuk zot, ismlari esimdan chiqdi. Nihoyatda charchab bemorlikdan yotib qoldilarda, ayoli yugurib kirib, dadasi onajon kelyaptilar, oyingiz kelyaptilar desa, shartda turib kiyimini almashtirib o'tirib olibdi-da. Chunki onalari o'g'lingiz kasal bo'lib qolibdi deb eshitgan ekan. Kelsa bolasi soppa sog'lom. Hech kasallikdan vaqo yo'q, ko'rinish yo'q. Voy bolama, seni bemor derishdi. Tuppa tuzuk o'tiribsan. "Ya ona, inson bemor bo'lmaydimi? Bir bemorlik o'tdi ketdi-da" debdi. Mehmon qilib kuzatib, yiqilib tushgan ekan. Shunda ayollari so'rabdi, "Nima uchun bunday qildingiz?" Chunki onam meni kasalligimni ko'rib qalbini orishni xohlamadim. Meni kasalligimni ko'rib onam mahzun bo'lib qolishligini xohlamadim. Shu uchun Robbimdan so'radim, quvvat ber, onam ketguncha quvvat ber, kasalimni bildirmay dedim. Lekin zaif ekanman, onam ketishi bilan hushimdan ketdim deb javob qilganlar. Ota-onaga bepisandlik, tahqir bilan qaramaslik, ularning ismini aytib, ularni hammani ichida mazah qilmaslik. "O, palonchaka" deydi ba'zilar. O'rtog'iga muomala qilgandek. O eskilarda bo'lardi, alhamdulillah hozir yo'qolib ketgan. Lekin bizda bu paham bo'ladi, mamashka bo'ladi deydiganlar bo'lardi. Alhamdulillah ancha bu tilni yo'qotib qo'ydik, Xudoga shukr. Lekin xuddi shunday gapirishlik uni zamonaviy bir madaniyatli inson qilib ko'rsatganda badbaxtni. O'zi pahanni nimaligini bilasizlar o'zi. Nimaga ishlatilishini. Ona tayyorlagan taomni tanqid qilmang. Qalbi orib qoladi. Uy ishlarida yordam bering. Ular so'zlayotganda ularning so'ziga bee'tiborlik qilib boshqaga qaramang, ranjib qoladi. Ota-onaga odamlar oldida ta'na qilmang. Mana tug'dirib qo'yibdi-da, hech narsa bermagan demang. Ularni haqoratlash, ayblarini aytishlikni oldidan ham ortidan ham qilmang. Ota-onadan ko'ra xotinga xizmat qilishni muqaddam qo'ymang. Shunaqa insonlar ham bor hayotda. Ota-onasi bir ishni buyursa, hozir keliningiz bir ish etuvdi-da chiqib ketadi. U erkak emas u. Mard emas u. Bu degani uydagi ayolni behurmatlik qilsin degani emas. Ayolga aytish kerak. Birinchi ota-onam aytganini qilaman, keyin seni aytganingni vaqtim bo'lsa qilaman. Nimaga? Ota-onaning roziligi ayolning roziligidan ustun turadi. Muhtojlik yoki keksalik chog'larida ularni yolg'iz qoldirmang. Ularni qariyalar uyiga olib borib tashlamang. Ularga qilgan yaxshiliklarni minnat qilmang. Qilib qo'yganman, olib berib qo'yganman, jim o'tiring degan so'zni gapirmang. Aziz dindoshlar, ota-onaga yaxshilik qilgan farzandning umriga ziyodalik, rizqiga baraka kiradi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi va yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Kimni umri uzun va rizqi keng bo'lishini xursand qilsa, ota-onasiga yaxshilik qilsin, vasilay rahim qilsin dedilar. Hammamiz ham yaxshi niyat bilan farzand tarbiya qilayotgan ekanmiz. Bulardan kelajakda keksayganimizda mehr oqibat qaytishini xohlaymiz. Agar bu narsani xohlasak, ota-onamizga yaxshilik qilaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilarki, birru abaakum tabarrukum abnaukum. Ota-onalaringizni hurmat qiling, ularga yaxshilik qiling, shunda farzandlaringiz ham sizga yaxshilik qilishadi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu gaplari bilan go'yo dunyo qaytor dunyo ekanligiga ishora qildilar. Bugungi kunda ba'zi odamlar o'sha yaxshilikni qilaman deb riyo qilib, odamlar o'rtasida kim ko'rsinlikka ham o'tib ketayotganlar yo'q emas. Biz xursand bo'lamiz agar farzand otasiga markab olib bersa. Xursand bo'lamiz. Agar farzand ota-onasini umra hajga jo'natsa, xursand bo'lamiz. Nimaga? Dunyo topibdi, orttiribdi, bugun ota-onasiga markab mindiribdi. Ota-onasini haj umraga jo'natibdi, ota-onasini davolashga jo'natibdi, ota-onasini kiyintiribdi, ota-onasini o'zi olib yurgan ekan, xursand bo'lamiz. Qilishimiz kerak shuni. Qilaylik hammamiz. Lekin bitta narsa bor. Mana shu narsani bugun otamga, onamga deb bir haftalab nomer taqmasdan ko'chama-ko'cha ko'rsatib yurayotgan insonlarga bir og'iz bir narsani aytmoqchimiz. Do'stim, Alloh sizga dunyo beribdi. Siz otangizga markab olib beribsiz, barakalla. Lekin ko'p insonlar bor, otasiga kiyim ham olib bera olmayapti-da. Nimaga? Dunyo orttira olmayapti. Ularning qalbi og'riydi. Shu uchun olib bersangiz, bildirmay olib bera qoling. O'zi shundoq ham bildirmasangiz ham otangiz hamma yoqqa jar solib chiqadi. Bolam menga markab olib berdi. Shuni o'zi kifoya. Mayli endi ota-onaga olib berish bu yaxshi. Xotinimga, yana kimnimamga bu musulmonchilikmi bu? Men bir 2-3 oldin juma aytdim bir ustozimizni. Ayollarni gapirsalar kampirim deb aytardi deb. Kampir emas. Lekin ayolim desam yosh bo'lib mana qanaqa ayol deb odamlarning fikriga ketib qolishdan rashq qilgan. Xotinimga, onajonisiga deb katta qilib yozib mashina olib ber, mayli samolyot olib ber bizga demasa. Sana puling u. Ha, ko'rsatma shuni. Xotiniga bir yilda bir marta ko'ylak olib berilmayotgan faqir bolalar bor. Ertaga ayol aytadi, mana deydi, qarang deydi, siz kimsiz deydi, 1-2 bo'lmay janjal shundan chiqadi. Shu uchun ota-onangizga xohlagan narsangizni olib bering, lekin riyo qilmang. Unaqa ko'rsatmang. Yaqinda bir hafta bo'ldimikin yoki bo'lmadimikin? Balki shu insonlar oramizda bordir, men bilan bilmayman. Meni ko'zimga bir narsa yosh keltirdi. Bomdoddan keyin bir joyga borishimiz kerak edi. Do'stlarimiz aytdiki, bir u yoqqa borgunimizcha qornimiz och qolib ketadi, yo'lda shu bir ikkita shashlik yeb ketaylik dedi. Ha, xo'p dedim. Shundoq mashinadan tushsam, namozxon tanish o'rtoqlarimdan bittasi mashinasini orqasini ochib o'tirmoqchi. O'zini mashinasi. Bunday qarasam, o'rtada haligi tirsak qo'yadigan joyda shashlik turibdi. Ichkarida bir odam bor. Keyin men hazillashib aytdimki, "Ha, ichkarida joy qolmabdimi?" dedim. Desam, eshikni shundoq yopdi-da, sekin kelib, "Qoraga uzr, onam o'tiribdilar" dedi. Onasi shashlik yemoqchi. Shu shashlikxonadan olib uyga olib borsa bo'ladi. Sovib qolmasin debdi-da. Ichkarida erkaklar o'tiribdi, onamni erkaklar oldiga olib kirmay deb turib, mashinaning ichida shashlik olib beryapti. Bu farzand qanaqa farzand bu? Haqiqiy musulmon, haqiqiy tarbiya topgan farzand shu-da endi. Keyin uzr dedim. Chunki men ichkarida onasi o'tirganini bilmadim-da. Uzr dedimda, ichkariga kirdimda, haligi taom yeyotgan bolalarga shuni darrov gapirib berdim. Hozir dedim, shu eshikning oldida bir jannatning kalitini qo'lga kiritgan bolalar turibdi dedim. Onasini duosini olish uchun mashinaning ichida o'tkazib bo'lsa ham onasiga choy, o'sha taomni beryaptiki, onajon yeng. Bitta yer yo yemar o'sha ona, lekin eng muhimi onaga bo'lgan mehr, e'tibor mana shundan iborat bo'ladi. Mana shu ish hammamiz qo'ldan keladi. Hammamiz qo'limizdan keladi. Shu uchun azizlar,
ertaga ba'zi birlarimizga o'xshab havasmand bo'lib qolmaslik uchun tirikliklarda qilib qolaylik. Ular o'tib ketishadi. Agar biz o'tib ketmasak. O'tib ketganda ham ularni unutib qo'ymang. Men ibrat o'laroq aytaman, otam rahmatli uyga kelib namoz o'qiganlarida, billa o'qiganimizda biz yosh bolamiz, duo qilganlarida ko'p duolarni biz eshitmasdik. Ya'ni past ovozda duo qilardilar, ichlarida duo qilardilar. Lekin shunday bir duolari bor ediki, uni akalarim, opalarim eshitardi. Ana shu duo bizni qalbimizga jo bo'lib qolgan. Qur'on o'qiymiz, namoz tugagandan keyin ya Robbi derdilarda, payg'ambar alayhissalomdan barcha payg'ambarlar, sahobalar, tobiinlar deb kelib turib, oxirida otajonimni ham, onajonimni ham shu o'qilingan oyatning savobidan bahramand ayla. Dunyoda qilgan gunohlarni kechir. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan bir bog'cha qilgin deb mana shu so'zni ovozlarini chiqarib aytardilar. Bilsak biz uchun dars ekanda u. Ertaga men ham o'lib ketsam, meni ham duo qilgin degan ekanlar-da. Bugun men shu sunnatni, shu odatni uyda hozir qilaman. Uyda namoz o'qib qolib, bolalarim bilan jamoat bo'lib o'qib qolsam, shu joyini oshkor qilaman. Bir kuni so'rashdi. Nima uchun doimo namozdan keyin 3 marta sulusul Qur'onni o'qiysiz, ya'ni 3 marta Ixlosni o'qiysiz? Payg'ambar alayhisalom Ixlosni 3 marta o'qishlik Qur'onni 3 dan biri deganlar. 10 pora o'qiganning savobini beradi. Xatmlar qilinadi, lekin bu eng oson yo'li. Shunda keyin hozirgi gaplarimni aytib berdim. Rahmatli dodang mana shundoq qilardilar. Mana bugun men qilyapman. Bu sizlarga dars bo'lsin. Erta men ham o'tib ketaman, lekin o'tib ketar ekanman, sizlar ham mana shunday duo qilinglar. Biz shunga muhtoj bo'lamiz. Va sen ham farzandingga shu narsani aytib berganda farzandlarga ayt. Shu uchun azizlar, taom boshida bo'lsin, namoz ortida bo'lsin, farzandlaringiz oldida ovozingizni chiqazib, o'tib ketgan ota-onalaringizni duo qilishga odatlaning. Farzandlaringiz inshaalloh sizni o'tib ketganingizda ortingizdan albatta duo qilishadi. Aziz dindoshlar, o'z navbatida bir masalani aytib ketishimiz kerak. Ota-onani ehtirom qilishlik nafaqat farzandga, balki o'sha xonadonga kelin bo'lib tushgan qizga ham. Bugun ba'zi masalalarni chiqazib olib odamlar kelin qaynota qaynonasini xizmatini qilish kerakmi, kerak emasmi deb ikkiga bo'linib olib har xil gaplarni gapirishadi. Biz nima deymiz? Kelin kelgandan keyin o'sha o'g'liga zavja bo'ldimi, u uchun ham ota-ona. Ota-onasini ehtirom qilgandek ehtirom qilsin. Nima uchun? Qaytar dunyo. Ertaga o'sha kelin ham qaynona bo'ladi. O'g'li bo'lsa kelini keladi. Shu uchun bugun kelinlarga aytadiganimiz, qaynota qaynonangiz bemor bo'lsa, qaynota qaynonangiz keksayib xizmatingizga muhtoj bo'lsa, irkanmay, jirkanmay xizmatlarini qiling. Inshaalloh ertaga sizga farzandlaringizdan yaxshilik bilan qaytadi degan so'zimiz bilan bugungi suhbatimizga xotima qilamiz.